Toshkentdagi Beshqo'rg'on bozorida katta yong'in sodir bo'ldi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi bozorlardan birida katta yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 5-aprel kuni soat 15:56 da tumanning Toshkent katta halqa avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yong'in soat 18:18 da o'chirilgan. Qutqaruvchilarning professional va tezkor harakatlari natijasida majmuaning 3000 kvadrat metr maydoni va moddiy boyliklari, shuningdek, unga tutash bo'lgan hududdagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi hamda 5 qavatli avtoturargoh yong'indan saqlab qolingan. Tan jarohat olganlar to'g'risida xabar kelib tushmagan. Qizlar, buni qaranglar, qizlar, dahshat yonyapti ipodrom, buni qaranglar qizlar. Mana bu yo'l yuzidagi zapravka ham uje portlaydi deyapti hozir. Mana odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Juda ham dahshatli darajada ko'chada turgan. Katta go'dik o'tib ketdi. Mana portloq. Yomon yonyapti, lekin pajarni o'chira olmayapti. Ves hamma qatori o'tib ketgan. O, nariga boshigacha o'tib ketgan. Pajarni kelgan, lekin qo'yib o'chira olmayapti. Vosh yonyapti, lekin odamlar molini tashish bilan ovora. Tashiy olmayapti ham.